Xo'sh, assalomu alaykum. Bugungi mavzu biometrik qurilmalar yordamida foydalanuvchilarni identifikatsiya va autentifikatsiyalash. Bu mavzuda ko'rib chiqamiz biometrik texnologiyalar ahamiyati, identifikatsiya, autentifikatsiya tushunchalari, afzalliklari, kamchiliklari haqida ma'lumot. Biometrik tizimlar zamonaviy dunyoda muhim rol o'ynaydi. Shular haqida gaplashamiz. Sizlar bilan ma'lumotga egamiz. Oldingi mavzulardan biometrik qurilma yordamida autentifikatsiya qilish, identifikatsiya qilish degan mavzular bo'yicha, identifikatsiya, autentifikatsiya va avtorizatsiya degan mavzu bo'yicha o'tgan darslarda biometrik tarafdan ko'rinishda qilinadi degan narsalarni ko'rib o'tganmiz. Bugun aynan identifikatsiya bilan autentifikatsiyani biometrik qurilmadan foydalanib ko'rinishda qilinadi. Shu narsani aynan ichidan ko'rib ko'proq ma'lumotga ega bo'lamiz. Ko'rib chiqamiz sizlar bilan biometrik qurilmalar, ularning turlari, biometrik identifikator turlari, biometrik identifikatsiya tizimlarining ishlash tamoyillari, biometrik autentifikatsiya. Shu narsalarni o'zi biometrik qurilmalardan kundalik hayotdan foydalanasizlar. Misol uchun kompyuterlaringizda qo'l skaneri, barmoq skaneri bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Отпечатка пальцев deb aytamiz, to'g'rimi? Barmoq skaneri. Telefonda ishlatasizlar barmoq skanerlarini, to'g'rimi? Biometrik texnologiyalar nima uchun kerakligi? Bular autentifikatsiya jarayonida vaqtni kamaytirish, yuqori aniqlikka erishish va xavfsizlik tarafdan ishlatiladi. Biometrik qurilma bu o'zini avlasangizlar jismoniy shaxslarni aniqlash va tekshirish uchun biometrik identifikatorlardan foydalanadigan elektron qurilma. Biometrik deganda odamni o'zini asosiy biometriyasidan foydalangan holda amalga oshiriladigan jarayon. Biometrik qurilmalarda barmoq izlari, yuz, kaft izlari, iris skanerlari, qo'l geometriyasi, ovoz bo'lishi mumkin. Odam yurishi orqali amalga oshiriladi va boshqa turdagi identifikatorlar kabi odamni o'zini xos jismoniy yoki xulq-atvor xususiyatlarini to'plash uchun turli sezish texnologiyadan foydalanadigan biometrik suratga olish sensorlari mavjud ekan. Bu kaft ko'rinishi, birinchi chap tarafdagi o'rtadagi barmoq va o'ng tarafdagi yuz skanerlari hisoblanadi. Ularning o'zini har birisining mos qurilmasi mavjud. Shu qurilma orqali identifikatsiya va autentifikatsiya amalga oshiriladi. Biometrik qurilmalarni istalgan joylarda topish mumkin. Ko'rgansizlarda, misol uchun aeroportlarda Face ID tizimlarini qaraysiz va yuzingiz orqali autentifikatsiyani amalga oshirasiz, ichana kirib ketishingiz mumkin. Banklarda bo'lishi mumkin. Masalan, biror operatsiyani amalga oshirganda barmoq skanerlari ishlatiladi, kichkina qurilmalar turadi barmoq bosish uchun yoki nimanidir tasdiqlash uchun. Boshqa hukumat binolari, kasalxonalar, ofislar, maktablar va boshqa joylarda uchratishingiz mumkin biometrik qurilmalarni. Bu yerda bir ma'lumot uchun shu kompaniya ma'lumotlariga ko'ra biometrik tizimlar bozori, shu jumladan biometrik apparat mahsulotlari va dasturiy mahsulotlar 2029-yilga kelib 51,6 milliard dollarga teng bo'lishi nazarda tutilibdi ekan. Xo'sh.
Ehtiyojlardan gap chiqib, har xil turdagi biometrik qurilmalarni tanlash mumkin. Bu yerda endi ko'proq faktorlarga ahamiyat beriladi. Korxonani aktividan gap chiqib, misol uchun korxona chek aylanma mablag'larni aylantirib biladi va shu biometrik qurilmani qo'yish uchun ma'lum mablag' sarf etilsa, shu mablag'ga puli yetadimi, unga qimmati tushmaymi, shu narsalar ahamiyati olinishi kerak va unga qaysi turdagi biometrik qurilmani qo'ysa ma'qul keladi. Masalan, qo'yishi mumkin qimmat turdagi biometrik qurilmani, lekin uni aktivlari kamroq bo'lishi mumkin, aylanma mablag'i kamroq bo'lishi mumkin. yoki kattaroq kompaniya bo'ladigan bo'lsa, oddiyroq narsani qo'yadigan bo'lsa, ishchilarni girish chiqishini nazorat etib bilmay qolishi mumkin. Shuning uchun har korxonaning o'zina yarasha biometrik qurilmani qo'yish kerak bo'ladi. Ko'proq bizda ishlatiladi Face ID tizimi oson va bir ko'rgandan tez aniqlaydigan va xavfsiz ko'rinishda deb aytib, jihatlarga ahamiyat berib, ko'proq korxonalarda Face ID tizimlari qo'yiladi. Xo'sh, biometrik qurilmalarni 3 turga bo'lamiz ekan. Kontaktli biometrik qurilmalar, kontaktsiz biometrik qurilmalar, gibrid yoki kombinatsiyalangan biometrik qurilmalar. Kontaktli biometrik qurilmalar qo'l bilan yoki biror organ, qo'l bo'lsin yoki kaft bo'lsin, shunday narsalar bilan deyib biladigan qurilmalar. Bular kontaktli bo'ladi. Chap tarafda ko'rsatilgan rasmda. Keyin kontaktsiz biometrik qurilmalar, bulara bo'lishi mumkin Face ID, ya'ni teginish shart emas, qurilmaga o'sha sizni masofadan turib donib oladi o'zi. Xo'sh, gibrid ko'rinishda bo'lishi mumkin. Gibrid bo'lsa, bu kontaktli va kontaktsiz qurilmalarni ishlatadi. Bir vaqtning o'zida, masalan, podyezdda girjak vaqti, masalan, katta uylarni, ko'p etajli uylarni ishkindan girjak vaqti bizada ishlatiladi. Shunday narsa parol so'raydigan qurilma. Parol ham bo'lishi mumkin, domofon. Ham parol tersangiz bo'ladi, ham Face ID orqali ishlaydi. Bo'lishi mumkin Face ID va barmoq izi skaneri orqali. Bo'lishi mumkin ko'z nuri va parol orqali. Shunga ko'rinishda kombinatsiya qilib ishlanadigan bo'lsa, bu gibrid hisoblanadi. Endi biometrik identifikator turlarini ko'ramiz. Ma'lumot uchun aytib o'taman, identifikatsiya va autentifikatsiyani adashtirib bermanglar. Identifikatsiya bu o'zingizni tizimga donatish jarayoni, ya'ni ro'yxatdan o'tish jarayoni hisoblanadi. Identifikatsiya ma'lumotlarni kiritasiz, o'zingiz haqingizda va biometriyadan foydalanadigan bo'lsangiz, qaysi turidan foydalanasiz? Yuznikidan yo barmoqnikidan yo ko'z nuri orqali va hokazo. Shuning ko'rinishda biometriyadan foydalanacaksınız. Shularni qo'yasiz. Masalan, barmoq bo'lsa, siz qabul qilib olish kerak va sizning bazada saqlab qo'yadi. Bu identifikatsiya hisoblanadi. Endi shu narsani bazadan teshkirishi bu autentifikatsiya hisoblanadi. Kirilgan ma'lumotlaringizga ko'ra bazani tekshirib, agar mavjud bo'lsa, mos kelsa, shu bazadagi ma'lumotlar hozir tizimga girjakdagi ma'lumotlar bilan, demak, autentifikatsiyadan o'tgan hisoblanasiz. Endi biometrik identifikator turlarini ko'radigan bo'lsak, DNK bu inson tanasidagi taxminan 100 trillion hujayrani har birida joylashgan kimyoviy modda deydi. DNK orqali identifikatsiyani amalga oshirsa bo'ladi. Masalan, sizdan qon oladi va bir analizlarni, qon tahlilini amalga oshiradilar o'zi mediklar. Keyin shu orqali sizni identifikatsiya etishi mumkin. Bu eng xavfsiz biometriya usuli hisoblanadi. Nechun desa, har odamda DNK unikal bo'ladi. Har kimning o'zini unikal DNKsi bo'ladi.
har bir shaxsni. Lekin kamchiligi ko'p tarafdan ko'p vaqt ketishi mumkin. Bir tarafdan ko'p vaqt ketishi mumkin. Buni analiz qilib chiqadilar qonuni. Keyin agar to'g'ri keladigan bo'lsa, keyin tizimga kirishga ruxsat beriladi. Kamchiligi ko'p vaqt oladi, lekin eng xavfsiz hisoblanadi. Hamma usuldan xavfsiz bu DNK. Buni soxtalashtirib bo'lmaydi. Xo'sh, ko'zlar iris deb aytiladi. Bu ko'zni old qismidagi rangli dumaloq segment bo'lib, uning markazida o'quvchi joylashgan dedi. Ko'z nurin orqali old qismi orqali ko'rib chiqadigan nechik ko'rinishda ekanligini qarab turib identifikatsiyani amalga oshiradi. Bom xavfsiz hisoblanadi, lekin buni ham DNKdan ko'proq vaqt oladi. Xo'sh, va buni amalga oshirish ham qimmatga tushishi mumkin. Ko'zlar skleral vena. Skleral ko'zining old qismida va ko'z olmas chapga yoki o'ngga burilsa, tomirlar tarmog'i paydo bo'ladi. Shu orqali chap yoki o'ngga qaraganda shu texnologiya orqali identifikatsiyani amalga oshirib beradi ekan. Keyin quloq. Inson quloqining shakli va xususiyatlari shaxsni aniqlashga imkon beruvchi o'ziga xos xususiyatlarni ochib beradi. Har kimning unikal quloqi bo'ladi, har tana a'zosi har xil ko'rinishda, har kimniki o'zina yarasha bo'ladi. Shu orqali va uning xususiyatlari orqali amalga oshirsa bo'ladi ekan. Endi ko'zlarning retina qismi bor ekan. Shuni shu joyini ahamiyat beringlar. Ko'zlarni faqat bir tarafdan emas, faqat uni nur orqali emas, uni boshqa usullar orqali ham identifikatsiyani amalga oshirsa bo'ladi ekan. Turli xil usullar. Bu yerda ko'rdik, iris, skleral vena degan turini va uchinchisi retina degan keldik. Retina ko'zni orqa qismida joylashgan bo'lib, optik asabga elektr impulslari sifatida uzatiladigan yorug'likni aniqlaydi dedi. Ana shu orqali amalga oshirsak bo'ladi. Endi yuz biometriyasi shaxs tekshirish yoki identifikatsiya qilish uchun yuz sohasi aspektlaridan foydalanadi. Bellari tushunarli. Yuzni har kimning yuzi har xil. Bu yerda shuning texnologiya bo'lishi mumkin. Yuzni nuqtalar ajratadigan identifikatsiya jarayonida autentifikatsiyada shu nuqtalarni solishtirib ko'radilar. Demak, mos kelsa autentifikatsiya amalga oshiriladi. Keyin barmoq geometriyasi bo'lishi mumkin. Barmoqlarning ichki ko'rinishda joylashgan chiziqlarining shu orqali yurish, har kimning yurishi har xil. Bu orqali yurak urishi orqali barmoq izi, shu jumladan palma izi, barmoq izlari teri yuzasi bo'ylab o'tadigan ko'tarilgan pepillar tizimlardan hosil bo'ladi. Qo'l geometriyasi, kaft bu yerda nazarda tutiladi. Klaviatura bosish, yozish, ya'ni klaviaturada yozish orqali ham amalga oshirsa bo'ladi ekan. Hid jismoniy shaxslarning asosiy tana hidi vaqt o'tishi bilan o'ziga xos va barqaror ekanligini va inson tanasi tomonidan uzatiladigan boshqa hidlardan potensial ravishda ajralishi mumkinligini aniqlash uchun o'rganilgan dedi. Qon tomiri orqali ham amalga oshirsa bo'ladi, imzolar orqali va ovoz orqali amalga oshirsa bo'ladi. Endi bu narsalarni o'zini yarasha afzalliklari bor va o'zini yarasha kamchiliklari bor. Qaysidir birisi qimmatroq, lekin xavfsiz bo'lishi mumkin, ko'p vaqt olishi mumkin. Qaysidir birisi arzonroq amalga oshirishi mumkin, lekin xavfsizlik tarafdan kamroq xavfsizlikka ega bo'lishi mumkin. Endi shularni ba'zi birlarini ko'rib chiqamiz. Barmoq izlari orqali identifikatsiya. Xo'sh, barmoq izlari skanerlari ishlash prinsipi bo'lishi mumkin optik, sig'imli, ultratovushli usullarga asoslangan. Masalan, telefoningizda barmoq skaneri bor, buni ishlash prinsipini bilmaysiz. Kimnikidir optik darajada bo'ladi, kimnikidir sig'imli, kimnikidir ultratovushli bo'lishi mumkin. Mobil qurilmalar va xavfsizlik tizimlarida keng qo'llaniladi deydigan qulaylik va arzonlik afzalligi, kamchiligi soxtalashtirish imkoniyati bo'lishi mumkin. Siz barmoqingizni navg'adir bosasiz va
shu bosgan narsangiz barmoq izini olib qo'yishi mumkin va shu orqali barmoq izini soxtalashtirish mumkin. Foydalanish sohalari mobil qurilmalar, xavfsizlik tizimlari va davlat xizmatlarida foydalaniladi ekan. Ovozni identifikatsiya qilish, afzalligi qo'llar band bo'lganda ham foydalanish imkoniyati deydi. Kamchiligi ovozni o'zgarishi va shovqin ta'siri bo'lishi mumkin, kasallanib qolasiz. Bu ovozni o'zgarishini olib keladi va identifikatsiyani yoki autentifikatsiyani amalga oshirib bilmay qolishingiz mumkin. Bu uni kamchiligi hisoblanadi ovoz. Qo'llanilishi qo'l markazlarida ovozli yordamchilar xavfsizlik tizimlarida qo'llaniladi ekan. Qo'l geometriyasi va vena namunalarini aniqlash. Qo'l geometriyasi qo'lning o'lchamlari va shaklini o'lchaydi. Vena namunalarini aniqlash infraqizil nurlar yordamida venalarni xaritalaydi. Ya'ni qaysi qon tomiriz inchik ko'rinishda joylashgan. Shu orqali amalga oshiriladi. Foydalanish sohalari bo'lishi mumkin, kirishni nazorat qilish tizimlari va tibbiyotda foydalansa bo'ladi. Onlaynda ko'ramiz optik va kapazitiv tarmoq izi skaneri degan narsani. Bular o'zi nomi. Barmoq izi skaneri qanday ishlaydi? Shu savolga javob topamiz hozir bu yerda. Optik barmoq izlari ikki xil turini ko'ramiz. Birisi optik barmoq izi skaneri inchik ko'rinishda ishlaydi va kapazitiv barmoq izi skaneri inchik ko'rinishda ishlaydi. Optik barmoq izlari sensorlari bir muncha vaqtdan beri mavjud dedi. Optik skaner ishlash usuli barmoqingizning ustidan yorqin nur sochish va raqamli suratga olishdir. Yorug'likka sezgir mikrochip raqamli tasvirni barmoq izi tizimlari va vodiylariga qarab ularni 1 va 0 ga aylantiradi va foydalanuvchi shaxsiy kodini yaratadi. Masalan, o'ng tarafdagi rasmda sariq to'lqin narsa bu barmoq izi hisoblanadi va barmoq izini chiziqlari bo'rtib turadi. Chiziqlar oralari esa o'yiq ko'rinishda bo'ladi. Chap tarafda light source degan joy bor. Tumaloq bu yo'q tumaloq bu nur sochadi va to'lqin narsa deb turgan joy bu silliq yuza bo'lishi mumkin. Bir skaner, telefoningizdagi skaner bo'lsin, barmoq skaneri xullas. Pastdan nur sochiladi va sochilgan nur orqali qaysi chiziq neda ekanligini joylashib yozib oladi. Inchik ko'rinishda yozib oladi bo'lishi mumkin. Agar chiziq bo'ladigan bo'lsa 1 deb oladi. Agar o'yiq bo'ladigan bo'lsa 0 deb oladi. Va ba'zan yozib boradi. Nerda chiziq bo'lsa 1, nerda chiziq yo'q bo'lsa 0. O'yiq bo'lsa, ya'ni chiziqlar orasi. Mana shu ko'rinishda 0 birlari ajratadi. Umumiy barmoq izini va keyingi safar autentifikatsiyada shu narsani o'qib oladi. Yana ham ajratadidan solishtirib ko'radi baza bilan. Agar ikkisi dangaladigan bo'lsa, autentifikatsiya amalga oshiriladi. Endi kapazitiv barmoq izlari sensorlarini ko'ramiz. Birinchi ko'rinishda bo'ladi. O'zi kapazitiv barmoq izlari sensori bu barmoq yuzidagi chiziqlar va chuqurchalarni elektr sig'imi farqi orqali aniqlaydigan biometrik qurilma. Bu yerda shunday usul mavjudki, chiziqlara ma'lum bir elektr sig'imi va elektr sig'imi o'lchanadi. Elektr sig'imi inchik ko'rinishda. Masalan, bu turdagi sensorlar bo'lishi mumkin smartfonlarda, notebooklarda va xavfsizlik tizimlarida. Bunda aytadi, sensor yuzasida minglab kichik kondensator hujayralar mavjud dedi. Barmoq qo'yilganda chiziqlar qismi sensor yuzasiga yaqin bo'ladi, demak sig'im ko'proq. Ya'ni sensora barmoq izini chizig'i yaqinroq turgani uchun sig'im ko'proq deb hisoblanadi ekan. Chuqurchalar qismi uzoqroq bo'lgani uchun sig'im kam deb aytiladi. Ya'ni elektr sig'imi nazarda tutiladi. Elektr sig'imi kam. Rasmdan ham ko'rishingiz mumkin. Silliq yuza turibdi. Bu sari narsa barmoq izi.
bo'rtib turgan, chiziqqa yetib turgan joyi bu chiziqlar, barmoq izining chiziqlari va sensordan uzoqroq joyi, chiziqdan uzoqroq joyi o'yiq joyi hisoblanadi. Ya'ni chuqurcha. Endi sensor chiziqqa tegib turgan joyinda elektr sig'imi ko'p hisoblanadi ekan. Bu sensor tegib turgani uchun va undan uzoqda joylashgani uchun chuqurchalar bu yerda elektr sig'imi kam hisoblanadi ekan. Har bir hujayra sig'im o'zgarishini o'lchaydi. Natijada barmoq izini raqamli xaritasi hosil bo'ladi. Tizim uni bazadagi ma'lumot bilan solishtiradi. Bu barmoq izini aniqlashni kapacitiv usulidir. Xo'sh, davom etamiz. Kelajakdagi tendensiyalar va innovatsiyalar bo'lishi mumkin. AI sohalarini takomillashtirish, barmoq izlari orqali DNK identifikatsiyani amalga oshirish yangi usullar bilan, wearable qurilmalar imkoniyatlarini kengaytirish bo'lishi mumkin. Aqlli soatlar, wearable qurilmalar shunday narsalar hisoblanadi. Shular tarafdan shularda ham biometrik qurilmalarni qo'llash, identifikatsiya va autentifikatsiya jarayonlarida. Misol uchun sun'iy intellektda o'ng tarafdagi robotga o'zingizni biometriyangizni kiritib qo'yishingiz mumkin. Shu orqali u sizni tanib oladi va sizni buyruqlaringizga amal qilishi mumkin. Bu endi kelajakda bo'ladigan narsalar. Endi bundan tashqari dim ko'p asosiy 3 narsa keltirib o'tilgan. Endi xulosa qilib aytadigan bo'lsak, biometrik qurilmalardan foydalanishni identifikatsiya va autentifikatsiyalashda afzalliklari bo'lishi mumkin. Xavfsizlikni oshirish va qulaylik. Endi har birisini o'zine yarasha narsalari bor. Qaysidir birisi yana aytganimdek xavfsizlik tarafdan kuchli, lekin qimmat va ko'proq vaqt talab etishi mumkin. Qaysidir birisi xavfsizlik tarafdan uncha kuchli hisoblanmaydi, soxtalashtirish mumkin bo'ladi bir taraflarini. Shunday hollar mavjud, lekin tez amalga oshirilishi mumkin. Xatari bo'lishi mumkin. Maxfiylik va noto'g'ri foydalanish, kelajakdagi texnologiyalarning rivojlanishi. Xo'sh, shu bilan ma'ruza tamom. E'tiboringiz uchun rahmat.